Assalomu alaykum. Agarda sizda mana shunaqa chetiga kant qo'yib tikiladigan yostiqlaringiz bo'lsa-yu, tikkan paytingizda kantlaringiz tekis chiqib, mana bu yostiq materialingiz yig'ilib zborka bo'lib qoladigan bo'lsa, men sizga hozir tikish yo'lini ko'rsatib o'taman. Hozir menda примерно velour materialiga o'xshagan qalin material. Bu divanga tikiladigan materiallardan aslida. Bu materialni men 45 ga 45 razmerda bichib oldim. Tayyor bo'lgan paytida ham bitta suratini ko'rsataman. Lekin men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim bunday material bo'ladimi, qalinroq material bo'ladimi, yuqoriroq material, shunaqa materiallarga chetiga kant tikkan paytingizda materialingiz yig'ilmaslik yo'llarini ko'rsatmoqchiman. Materialni xohlagan bir chetidan boshlaymiz. Mana bu kant qo'lda tikilgan, qo'lda ishlangan, ya'ni mana bu materiali pardani materiali. Buni ichidagisi esa shnur. Buni qanday tikilishini videoni tagida silkasini qo'yib ketaman. Kantni shishib turgan tomon, ya'ni sirtga ko'rinishi kerak bo'lgan tomonini materialni o'ng tomoniga qaratib qo'yib olamiz. Materialga kantni tengma-teng qo'yamiz. Kantni boshidan emas, sal 10 santimetrcha berrog'idan yoki 5 santimetr berrog'idan tikishni boshlaymiz. Har doim tikayotganingizda zakripka bilan tikishni tavsiya etaman. Aytgancha menda tikish choki 3 da turibdi, 0.3 da turibdi. Agar tikayotgan paytingizda chokingiz katta bo'ladigan bo'lsa, tikishingiz unchalik ham chiroyli chiqmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam, tikib bo'lganingizdan keyin yostiqni kiygizayotgan paytingizda so'kilib ketishi mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa, tikish chokingizni kichkinaroq o'lchamga qo'yib qo'yishingizni tavsiya etaman. Tikishni boshladik. Sizni tikayotgan materialingiz cho'ziladigan bo'lsa, qattiq cho'zmaslikni tavsiya etaman. Menda hozir ikkita tomoni ham cho'zilmaydigan material. Sizga birinchi qanday zborka nima deganini hozir tushuntirib o'taman. Masalan, biz ko'pincha tikuvchilar tikayotgan paytimizda shunchaki qo'yib ketaveramiz. Buning oqibatida esa mana bunday materialimiz yig'ilib qoladi. Kantimizni ko'ryapsiz, tekis turadi, lekin tagidagi materialimiz esa yig'ilib qolish ehtimoli katta. Tengma-teng qo'ydik. Tikayotganingizda iloji bo'lsa, shoshmasdan tikaningizni tavsiya qilaman. Chunki shoshib tikkanda ko'pincha odam ko'proq materialni ushab, tezroq tikib olaman deb o'ylashadi. Aslida unday emas. Materialni orasini qanchalik kichkina qilib 5 santimetr 5 santimetr oralig'ida ozgina tikib, to'xtab, yana ozgina tikib, to'xtab tikadigan bo'lsangiz, materialingiz juda ham chiroyli chiqib beradi. Materialni men 7 santimetr berroqdan ushab, salgina tortdim. Endi ustidan kantni materialdan tengma-teng qo'ydim. Endi qarang, tikishni boshladim. Boshlayotgan paytimda qarang. Kantni u yoq bu yoqqa siljib ketmasligi uchun mana bunday qilib salgina barmoqlarimda tengma-teng qo'yib tikdim. Hozir men 3 santimetr tikdim. Endi qarang, sal uzoqroqdan ushladim, materialni tortdim, kantni tengma-teng qo'ydim. Endi yana kantni siljib ketmasligi uchun kantni qo'limiz bilan ushlab turamiz. Shunchaki kantni qimirlab ketmasligi uchun yordam berib turamiz. Bu material tuki bor bo'lganligi uchun ustiga kant qo'yib tikayotgan paytingizda siljib ketish ehtimoli katta. Shuning sababidan bizlar kantni qimirlab ketmasligi uchun yonidan qo'limizni qo'yib tikib ketamiz. Mana qarang, burchakka kelayotgan paytimizda materialimiz kantni tikib kelayotgan paytimizda materialimiz tugashiga 1 santimetr qolganida to'xtatamiz va shu yerida har bir burchaklarda zakripka beramiz. Qarang. Zakripka berdik. Endi kantimizni, lapkamizni ko'taramizda, kantimizni xuddi shu inna turgan joyidan qirqib olamiz. Masalan, mana bu yerda inna turibdi. Innaning yonida kantni ortiq qolgan materialini innagacha bo'lgan oralig'ini qirqib yuboramiz. Shunda mana bu kant bu yoqqa bemalol qimirlay biladi. Tushundingiz deb o'ylayman. Endi ishimizni davom etamiz. Kantni ikkinchi tomonga burib oldik. Endi xuddi shu joydan yana bitta zakripka berib yuboramiz.
Zakripkadan keyin xuddi boyagiday ishimizni davom etamiz. Materialni tortib ushladik, ustidan kantni tengma-teng qo'ydik. Endi kant sinchib ketmasligi uchun yonidan qo'limizni qo'yib tikib ketamiz. Yonidan qo'lingizni qo'yganda materialni qattiq bosib ushlab olmang. Qattiq bosib ushlab olsangiz, materialingiz qimirlashi qiyin bo'ladi. Shuning uchun shunchaki kantni o'ziga qimirlab ketmasligi uchun yordam berib turish uchun qo'lingizni shu yerga qo'yib turasiz. Burchakka kelganda materialni uchrog'idan ushlab, salgina qattiqroq bosib tursangiz, materialni o'zi sal tortib tikib ketadi. Endi qarang, bu yerida ham, bu burchakda ham xuddi shunday materialni tugashiga 1 sm qolganida to'xtatasiz. Ozgina zakripka berasiz. Kantni ortib qolgan materialidan innagacha bo'lgan oralig'ini qirqib yuborasiz. Xuddi shunday materialingizni burib, lapkani ko'targan holatingizda inna materialga tushib turgan holatida burib olasiz. Xuddi shu yeridan yana bitta zakripka berib olasiz. Xuddi boyagiday ishimizni davom etamiz. Burchakka kelganda kantni ortiqcha materialni qirqib, yana zakripka bilan davom etamiz. Endi tikishni boshlayotganingizda 2 sm, 3 sm ni qo'lingiz kelishgunicha tikishingizni tavsiya etaman. Birdaniga 10 sm ni tikib yuboraman deb materialni qayta-qayta so'kib, qayta-qayta tiksangiz buzib qo'yishingiz mumkin. Joylariga keldik. Ikkita kantni bir-biriga ulash joyi. Qarang, kantimiz bizda 5 sm ortiqcha turibdi boshlagan joyimizdan. Endi tugash paytida qarang, kantdan 5 sm bu yog'ida turibdi-yu, shu joygacha tikib kelishni yo'lga qo'yamiz. Qarang. Endi birinchi boshlagan kantimiz tegida qoladi. Ustidan tikib kelgan kantimizni qo'yamiz. Tengma-teng qo'yamiz, qarang. Tengma-teng ustma-ust turibdi. Endi shu yeridan bosib turamizda tikib olib kelamiz. Kantimizni birlashgan joyiga, mana bunday kantimiz birlashib turgan joyiga ustiga innani qo'limiz bilan tushirishni harakatini qilamiz. Lapkani ko'targan holatda innani kantning o'rtasiga tushiramiz. Ikkita kant birlashgan joyiga innamizni tushirib oldik. Endi sekingina kantimizni bu yoq ulangan joyini boshlangan joyiga qarab tikib boramiz. Qarang, e'tibor bering, men materialni orqasidan salgina tortib tikyapman, mashinaga yordam berish uchun. Kantimizni ulangan joyidan o'tib oldik. Endi zakripka berib, kantimizni ortiqchasini qirqib yuboramiz. Endi bizga ortib qolgan kantlarimiz xalaqit bermasligi uchun kantimizni ortiqcha qolgan materiali tomonidan tikib olib kelib, bu yeridan ham 1-2 zakripka berib yuboramiz. E'tibor bering, kantni birlashgan joyida material qalin bo'lganligi uchun ozgina tikkanda materialimiz lapkani tagiga sig'may qolgani uchun lapkamizni salgina ko'tarib, materialimizni sal itarib, lapkamizni sal ko'tarib, materialimizni sal itarib, tikib o'tib ketamiz. Bu yerga kelganda shoshmasdan tikishingizni tavsiya etaman. Mana ko'rib turganingizdek ulangan joyini mana shunday tikib oldik. Materialimizni chetiga kantni mana shunday chiroyli tarzda tikib oldik. Endi bu yostiqning
orqa tarafini, ya'ni zamok tikiladigan tarafini tikishni keyingi videoda ko'rsatib o'taman. Kanalimda keyingi videoni topishingiz mumkin.